Assalomu alaykum. Bugun banyadan gapiramiz. Mana guruchlarning narxi bo'libdiki 8 so'mdan 12 so'mgacha yubiley, 11 so'mdan 15 so'mgacha lazer bugungi kunga. Qo'rg'ontepaga ketyapti yukimiz. 2,5 tonna yuk olib keldik bugun. Shu 17-sikilada kelaverasizlar, parsangiz yuk kerak bo'lsa. Bemalol o'zimiz polnashilib beramiz, oyiga 30 tonna yuk beramiz. Mana shu banya kimga yuk kerak bo'lsa kelaverasiz, telefon qilasizlar, power bo'lsa ichinaga yetkazib beraveramiz, yuk qancha kerak bo'lsa. Yuklarga javob beramiz. Ojizdan olib ketsangiz, osh chiqmasa ojiz olib kelib tashlaysiz, qaytib almashtirib beramiz. Yo'q, skladdan olib ketsangiz, olib kelib tashlaysiz, yoqmasa almashtirib beraveramiz. Mana shu yerga kelasizlar, parsangiz yukini so'rasangiz olib beradi. Yoki ojizdan topsangiz bo'ladi. Bugungi narx-navo shunday, qarochi. Kimga yuk kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu yerga oyiga 25-30 tonna yuk yetkazib beramiz ojizdan. Yana yetkazib berish ilojimiz bor, 15 tonnagacha. Power bormi, boshqa shahar bormi, telefon qilasizlar. Gaplashamiz, yetkazib beraveramiz qancha kerak bo'lsa. Olib kelgan yukimiz Qo'rg'on ketyapti.